Assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, Ecofollow fuqaro ilovasi ayrim bir foydalanuvchilarimizda kommentariyada yozishicha, qadamlar sonini hisoblamay qo'ygan ekan. Ya'ni oldin qadamlar sonini hisoblab, keyinchalik hozir qadamlar soni qo'shilmay qolgan ekan. Hozir bir qancha funksiyalarni aytib o'taman, balki shu funksiyalar sizda o'zgarib qolgandir. Birinchidan, ilovada yangilanish kelgan do'stlar. Bu yangilanishni qayerdan o'rnataman degan savolga, ilovaga kirgan vaqtlaringizda avtomatik ravishda o'sha yangilanish yorlig'ini chiqaradi. Yangilanishni bosish orqali ilovani yangilab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar ilovani yangilamasangiz, ehtimol sizda qadamlar sonini hisoblamayotgandir. Ikkinchidan, bunda ilovani yangilanishi o'rnatilgandan keyin telefoningizni bir o'chirib yoqish tavsiya etiladi. Ya'ni bunda ayrim bir funksiyalar ishga tushib qadamlar sonini hisoblab borishi mumkin. Uchinchidan, do'stlar, GPS tizimi doim aktiv bo'lishi kerak sizlarda. Ya'ni doimiy yoniq turgan bo'lishi kerak. GPS tizimi mana menda hozir yoniq. Sizda ham doim yoniq turishi kerak. Shu hisobda qadamlar sonini hisoblamayotgan bo'lishi mumkin. To'rtinchidan do'stlar, Play Marketda Health Connect degan ilova bor. Mana menda oldin o'rnatilgan. Sizlarda o'rnatilmagan deb chiqishi mumkin. Ehtimol shu ilovani o'rnatmaganliklaringiz uchun qadamlar sonini hisoblamayotgandir. Ushbu ilovani ham o'rnatib olishni tavsiya etamiz do'stlar. To'rtinchidan, agar shunda ham qadamlar sonini hisoblamasa, ilovalar bo'limiga kiramiz. Bu yerdan Ecofollow fuqaro deb poyezga bersak, mana chiqarib beradi Ecofollow fuqaroni. Bu yerda do'stlar, mana ilova ruxsatlari degan bo'lim bor. Mana shu ilova ruxsatlariga bosganingizda, mana bu yerda jismoniy harakatlarga ruxsat, mana ruxsat berilgan menda turibdi. Jismoniy harakatlarga ruxsat berishingiz kerak bo'ladi. Ruxsat tugmasini bosish orqali. Shu hisobdan sizda qadamlar sonini hisoblamayotgan bo'lishi mumkin. Yokida do'stlar, Ecofollow fuqaro ilovasiga kirgan vaqtingizda 5-dan Battery saver degan tushuncha bor do'stlar. Bu nima degani? Ya'ni biz ilovadan chiqqanimizdan keyin ilova orqa fonda qolgan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu battery saver bu avtomatik ravishda telefonimizni batareya quvvatini saqlashga mo'ljallangan bo'ladi. Ayrim bir ilovalarni to'xtatib qo'yish natijasida batareya quvvatini telefon o'zida saqlashi mumkin. Balki ushbu funksiya sizlarda o'chiq bo'lishi mumkin. Qayerdan tekshiramiz degan savolda mana bu yerda mana quvvat tejagich bo'limi bor. Sizlarda mana bu 10 daqiqa orqa fon harakatidan keyin ilovalarni yopish turgan bo'lishi mumkin. Yoki fondagi ilovalarni cheklash turishi mumkin. Yoki quvvat tejagich tavsiya etilgan turishi mumkin. Sizlar doim cheksiz degan bo'limni bosasizlar. Ya'ni quvvat tejagich ilovaning faoliyatini cheklamaydi degan bo'limni tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerda pichga turishi kerak. Shundagina ilova biz telefonimizni o'chirib qo'ygan vaqtimizda ham orqa fon holatida Ecofollow fuqaro ilovamiz yurgan qadamlarimiz sonini hisoblab boradi do'stlar. Ushbu funksiyalarni tekshirib ko'rib, sizlarda qaysi o'zgarganligini aniqlab, bularni to'g'rilab, qadamlar sonini keyinchalik qo'shilib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar.